Gohida sizni oilangizni buzayotganlar sizni eng yaqinlaringiz bo'lib chiqadi. Yosh oila, er-xotin oila qurib yashaydi. Oila deganda unda muammolar, kamchiliklar, xatolar, nuqsonlar bo'ladi. O'z-o'zidan bu tabiiy. Muammo nimada? Arzimas narsalarga-da ota-onalarni farzandlar uchun mustaqil qaror qabul qilishlariga qo'yib bermasliklari. Har narsaga aralashaverishlari yoki qarindoshlarni yoki yaqinlarni farqi yo'q. Er kishi oila qurdimi, endi u oilada mas'ul, endi u rahbar. Ota-onalar buni qabul qilishlari kerak. Ya'ni u qachondir baribir mustaqil qarorlar qabul qilishga haqqi bor. Har bir qarori ustida ota-ona bo'lish shart emas. Bu bilan ota-onaning qarorlari noto'g'ri demoqchi emasman. O'sha oiladagi oxirgi gapni baribir oila rahbari bo'lmish er kishi aytishlik kerak. Nimadir xato bo'lsa ota-onalar o'sha farzandlari orqali to'g'rilashni paydan bo'lishlari kerak. To'g'ridan to'g'ri o'zlari emas. Shunda erkak kishining oilada o'rni bo'ladi. Gapini, so'zini quvvati bo'ladi. Demak, muammo shunday ekan. Birovlarning aralashuvi foyda emas, zarar berar ekan. Yechim nimada desa, yechim. Avvalo, sog'lom chegaralarni qo'yish. Ya'ni arzimagan narsalarda boshqalardan had deb maslahat olib, pashaday bo'lgan muammo filga aylanmaslik kerak. Insonning mustaqil fikri ham bo'lish kerak oilada. Ikkinchisi, ayniqsa er kishi adolatli bo'lishi. Ya'ni neytral deymiz-ku. Adolatli bo'lish qanaqa deyilsak, hissiyotlarga berilib chegaradan chiqib ketmaslik. Yo onasiga yoki ayoliga moyil bo'lib ikkinchi tomonning haqlari poymol bo'lmaslik asosiy muammo shunda. Demak, mana shunda er kishi oilaning rahbari adolat va o'rtalikni usharkan, bu oila baxtli, saodatli bo'ladi.